Hezesa xalq hazasini do'stlar, assalomu alaykum. YouTube'dagi tomoshabinlar. Captiva 2016-yilning oxirida ishlab chiqargan Captiva 4 bo'ladi do'stlar. 170 million so'm narxi, bonusini do'stlar. Shu tikoni podarka etib beramiz do'stlar. $800 tikon narxi do'stlar. Bonusini podarka qo'shib beramiz do'stlar. Kelasizlar, Captivani olasizlar, xarid qilib, tekshirib, Captiva zo'r holatda turibdi, polni shumka qilingan, tarifga ruxsatnomalari bor, motor, ходовой, korobka idealniy состоянияda, вообще четкий Captiva. Kelasizlar, tekshirib xarid qilaverasizlar do'stlar. 170 million so'm narxi, bonusini ishtikoni podarka etib beramiz do'stlar. Like bosamiz, kommentariyani bangildab tashlaymiz do'stlar. Hozir videosini ko'rsatib o'taman. Xullas, tayyor avtomobil, kelasizlar, tekshirib olaverasizlar. Captivamiz Chichi zavodskiy Captiva 4 o'zi bo'ladi. 16-yilda ishlab chiqarilgan, polni tarifga ruxsatnomalari bor. Shumkalar qilingan, holati zo'r, bir Chichi Captiva 4 ning o'zi bo'ladi. Yani görüşeceğiniz normal rasxod qilingan mashina do'stlar. Benzinda turibdi avtomobil, akkurat edilgan, bir damchi kraskasi yo'q, aybi yo'q. Kelasizlar, tekshirib olaverasizlar. Bir tikomiz do'stlar, shu Captiva qo'shib beramiz. Вообще zo'r holatda turibdi. Buni videosini ham qo'yganman, $800 deb do'stlar. Satmin shu Captiva qo'shib berishga qaror qildik do'stlar. Kelasizlar, bonus bu do'stlar. Aksiya 1+1 aksiyasi. Captivani xarid qilib olasizlar. Tikoni sizlarga bonusini qo'shib beramiz do'stlar. Like bosamiz, videoni tarqatib tashlaymiz do'stlar. 170 million so'm qimmat emas, zo'r narxda turibdi do'stlar. 170 million so'm Captivani xarid qilasizlar, bonusini $800 tiko podarka do'stlar. Nerda bo'lgan ham shunday. Like bosamiz, videoni tarqatib tashlaymiz do'stlar. Hammaga omad, hammaga shunday kamida shunday chiroyli avtomobillar nasib qilsin do'stlar.